Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hozir men Dar es Salaam Tanzaniyadaman. Bitta muammo bilan duch keldim va shuni yoritish uchun video qilyapman. Deylik, men ertadan keyin Zimbabvega boryapman. Zimbabveda o'zini puli yo'q ekan va viza karta ishlatish juda qiyin masala. Shuning uchun men hozir bu yerdan pulni dollar qilishim kerak. Lekin menga naqd pul yo'q. Naqd pul yo'q. Viza kartamdan yechishim kerak. Odatda qanday bo'ladi? Borasiz bankomatdan viza kartadan pul yechasiz, o'sha davlatning pulini. Keyin pul almashtirish shoxobchalariga borib pulni dollar qilish kerak. Lekin Tanzaniyada o'zi aniqlashimcha bir xil banklar birdaniga dollar berar ekan. Hozir bitta bankka bordim. Ular berar ekan 500 dollarga 15 dollar xizmat haqqi olar ekan. Ikkita yana bankka bordim, ularga yo'q ekan. Hozir yana bitta bankka boryapman. Sababi eng arzonini topish uchun 4-5 ta bankka borsam, keyin taxminan bilaman va olishim mumkin. Buni bilishingiz uchun video qilyapman. Hali video davom etadi. Qaysi bankka nima qilish kerakligini ko'rsataman, yoritib boraman. Obunachilar, agar sizlarga viza kartadan naqd dollar kerak bo'lsa, mana shu bankka kelasizlar, ABCA Dar es Salaamda. Bular dollar qilib beradi, boshqa banklar qilib bermaydi. Mana shu bankka kelib, men hozir viza kartam, O'zbekiston viza kartasidan 500 dollar yechdim, 15 dollar servis olishdi. Shu biz bo'ladi. Dollar olish mumkin, shu bankdan kelib dollar olsang. Boshqa banklarga bordim, ular bermadi. Shu Tanzaniyaning pulini berdi. Menga hozir dollar kerak, sababi nimaga boryapman? Zimbabvega o'zini puli yo'q. Shuning uchun Tanzaniyadan hozir 500 dollar pulni maydalab oldim. 20 dollarlik, 5 dollarlik, 10 dollarlik qilib oldim va 5 ta 5 dollarlik oldim. Endi Xudo xohlasa Zimbabvega uchrashguncha